بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sahifamiz orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan yaqinroq olib kelish maqsadimiz bor. 13 ta dastur orqali efirga uzatilgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblaridan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobchadan foydalanilgan. Hilm, muloyimlik va sabr. Zo'ravonlik, huquqlarni kuch ishlatib poymol qilish zolimlar alomatidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z haqqini olishda haqdorlarga yordam berish va adolat qoidalarini tuzib qo'ydilar. Holbuki Payg'ambar alayhisalom ezgulik va ezgulik yo'lida Alloh subhanahu va taolo ato etgan buyurish va taqiqlashni joriy qildilar. Biz Payg'ambar alayhisalomning uyida zulm, qattiqqo'llik, tajovuzkorlik va talon-tarojlik bo'lishidan qo'rqmaymiz. Oysha radhiyallohu anha dedi: Payg'ambar alayhisalom qo'llari bilan Alloh yo'lidagi jihoddan boshqa paytda na bir xotinlarini va na bir xizmatkorlarini urdilar. Shaxsiyatlariga nisbatan qilingan ishlardan o'ch olmas edilar. Allohning haromlarini qilingan paytdagina Alloh taolo uchungina intiqom olar edilar. Imom Ahmad rivoyat. Anas radhiyallohu anhudan: Men Payg'ambar alayhisalom bilan yo'lda ketar edim. Payg'ambar alayhisalomning ignalarida chetlari dag'al qilib tikilgan najroniy to'n bor edi. Bir arobiy ul zotga yetib oldi-da, Payg'ambar alayhisalomning to'nlaridan qattiq tortdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bo'yinlarida qattiq tortish oqibatida to'nning dag'al chetlari iz qoldirganini ko'rdim. Keyin u arobiy: "Ey Muhammad, amr etgan huzuringdagi Allohning molidan menga ham berilsin" dedi. Payg'ambar alayhisalom unga o'girilib qaradilar va kuldilar. Keyin unga berishga amr etdilar. Buxoriy va Muslim rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hunayn jangidan qaytganlarida arobiylar ehtiyojlarini aytib u zotga ergashdilar va bir daraxt oldiga siqib olib borib qo'ydilar. Payg'ambar alayhisalom tuyalarga mingan hollarda edilar. Haligi daraxt u zotning to'nlarini ilib oldi. Shu payt Payg'ambar alayhisalom: "To'nimni qaytarib beringlar. Sizlar meni baxillik qilishimdan qo'rqyapsizlarmi? Alloh nomiga ont ichib aytamanki, shu daraxtlar sonicha tuyalarim bo'lsa, o'rtangizda taqsim qilib berar edim. Keyin esa meni baxil, qo'rqoq va yolg'onchi emasligimni bilar edingiz" dedilar. Imom Bag'aviy Sharhus Sunna kitobida keltirgan. Barcha ishlardagi muloyimlik, manfaatlarni bilish va zararlarni qaytarish ta'lim-tarbiyaning eng go'zal ko'rinishlaridandir. Sahobalarni g'ayirliklari tutdi. Chunki ular xato qilayotgan odamni ko'rib turishgan va unga inkor qilish uchun uning oldiga shoshishgan edi. Ular esa bunga haqli ham edilar. Biroq Halim payg'ambar alayhisalom ularni to'xtatdilar. Chunki bu ishni qilgan odam johil va unga qattiq inkor qilishning ortida zarar bor edi. Bu o'rinda Rasululloh alayhisolatu vassalamning qilgan ishlari to'g'riroq edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Bir arobiy masjidga bavul qildi, ya'ni siydi. Shunda sahobalar uni ayblash uchun o'rinlaridan turdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa uni o'z holiga qo'yinglar va bavul ustidan bir chelak suv qo'yinglar. Sizlar qiyinlashtiruvchi emas, yengillashtiruvchi qilib jo'natilgansizlar dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning da'vat ishida qilgan sabrlari undan namuna olish, uning uslubini qo'llash va o'zi uchun o'ch olmaslikka chaqirmoqda. Oysha radhiyallohu anha Uhud kunidan ko'ra boshingizga og'irroq bir kun kelganmi deb savol berganida Payg'ambar alayhisalom shunday javob berdilar: Sizning qavmingizdan ko'p narsa ko'rdim. Ularning eng og'iri
Aqaba kuni bo'lgan edi. Men o'zimni himoya qilish uchun Ibn Abdiyolil Ibn Abd Kilalga ko'ndalang qildim. U men xohlagan narsani qabul etmadi. Men u yerdan g'amgin holatda boshimni egib yurib, Karnussa olibga yetib kelganimni sezmay qolibman. Boshimni ko'tardim, bir parcha bulut menga soya solib turar edi. Qarasam, u bulutda Jibril alayhissalom o'tiribdi. Shu payt u menga nido qildi. Alloh taolo qavmingizning sizga bergan javoblarini eshitdi va sizga tog'lar farishtasini qavmingiz haqida xohlagan narsangizga buyurishingiz uchun yubordi dedi. Tog'lar farishtasi menga nido qilib salom berdi va ey Muhammad, Alloh taolo qavmingizning sizga aytgan so'zlarini eshitdi. Men tog'lar farishtasiman. Robbingiz meni sizning huzuringizga meni xohlagan narsangizga buyurishingiz uchun jo'natdi. Siz nima xohlaysiz? Xohlasangiz ikki tog'ni ularning ustlariga yopib qo'yay dedi. Payg'ambar alayhisalom yo'q, men Alloh taolodan ularning pusht kamarlaridan Allohning o'zigagina ibodat qiladigan, unga biron narsani sherik qilmaydigan odamlarni chiqarishni umid qilaman dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ba'zi odamlar bugungi kunda da'vat ishida shoshqaloqlik qilib, hosilni tezroq olishni xohlaydilar. Nafs uchun o'ch olish da'vatga va uning ixlosiga putur yetkazadi. Shuning uchun ham ba'zi da'vatlar uning da'vatchilari o'rtasida mazkur ish yoyilgani uchun muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'ldi. Axir sabr va tahammullik qayerda? Payg'ambar alayhisalom umid qilgan narsalari bir necha yillar o'tgandan hamda sabr va kurashlardan so'ng ro'yobga chiqmadimi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi: "Men payg'ambar alayhisalomning Allohning payg'ambarlaridan birini, ularga Allohning salovati salomlari bo'lsin, qavmi qonatgani, u qonni yuzdan artib Allohim qavmimni kechir, chunki ular bilmaydilar deb hikoya qilganlarini hali ham ko'rib turgandekman." Buxoriy va Muslim rivoyati. Kunlarning birida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga janozada edilar. Zayd ibn Su'na ismli yahudiy qarzini talab qilib, u zotning oldiga keldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning choponlarining yoqasini jamlab tutib, g'azabnok holatida boqdi va "Hoy Muhammad, haqqimni bermaysanmi?" deb qo'pol so'zlarni ayta boshladi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu achchiqlanib Zaydga boqdi. Uning ko'zlari g'azabining qattiqligidan chanoqlaridan chiqayozgandi. "Hoy Allohning dushmani, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga men eshitgan so'zlarni aytib, men ko'rgan ishlarni qilyapsanmi? U zotni haq bilan yuborgan zotning nomiga ont ichib aytamanki, uning malomatidan cho'chimaganimda edi, sening kallangni qilichim bilan olar edim" dedi. Payg'ambar alayhisalom Umar radhiyallohu anhu ga xotirjamlik bilan boqdilar-da: "Ey Umar, men va u bundan boshqa narsaga muhtoj edik. Siz meni qarzni yaxshi o'tashga, uni esa qarzini chiroyli so'rashga chaqirishingiz kerak edi. Ey Umar, uni olib borib haqqini bering va 20 so' xurmoni ziyoda qiling" dedilar. Yahudi Zayd Umar radhiyallohu anhu ning 20 so' xurmoni oshirib bergandan so'ng, "Ey Umar, bu ortiqchasi nima uchun?" deb so'radi. Umar radhiyallohu anhu: "Payg'ambar alayhisalom sening qilgan g'azabing evaziga buni ziyoda qildilar" dedi. Zayd: "Ey Umar, meni taniysanmi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Yo'q, sen kimsan?" dedi. Zayd ibn Su'naman. Ruhoniymi? Ruhoniy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nega unday muomala qilib bu so'zlarni aytding? Ey Umar, men payg'ambar alayhisalomning yuziga qaraganimda payg'ambarlik belgilarining ikkitasidan boshqa hammasini ko'rdim. Bu ikkisini sinab ko'rmagan edim. Halimligi jahliga g'olib keladimi va jahlining oshishi halimligini ziyoda qiladimi? Men endi u ikkisini sinab ko'rdim. Ey Umar, seni guvoh qilib aytamanki, Allohni Parvardigor, islomni din va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb rozi bo'ldim. Yana seni guvoh qilib aytamanki, boyliklarimning yarmi Muhammad alayhisalomning ummatiga sadaqa bo'lsin. Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ularning ba'zilari uchun bo'la qolsin, chunki sen ularning hammasiga yetkaza olmaysan. Zayd ba'zilariga bo'la qolsin dedi. Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldi va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu, ya'ni Allohdan boshqa haq iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman dedi. U zotga iymon keltirib uni tasdiqladi. Hokim al-Mustadrak kitobida bu hadisni zikr qilib sahih degan. Biz bu holat, uning xotimasi va uzoq davom etgan suhbat haqida o'ylanib ko'raylik. Shoyat payg'ambar alayhisalomning odamlarga nisbatan qilgan sabrlari, ularni muloyimlik
va hilm bilan qanday da'vat etganlari, yaxshilik qilsalar qanday rag'batlantirganlari va ularga qanday quvonch ulashganlaridan o'rnak olsak. Oysha radhiyallohu anha dedi: Madinadan payg'ambar alayhisalom bilan birga umra qilish uchun chiqdim. Makka ga yetib kelgach, ota-onam fido bo'lsin, yo Rasululloh, namozni qasr, ya'ni 2 rakat qilib ham, to'la 4 rakat qilib ham o'qidim. Ro'zador ham, og'zi ochiq ham bo'ldim dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Oysha, yaxshi qilibsiz" dedilar va meni ayblamadilar. Nasai rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taomlari. Dasturxonlar va qozon tovuqlar xalqning yuqori tabaqasi va boshliqlarining uylarida borib kelaveradi. Yurtlar va odamlar ummatning payg'ambari Muhammad alayhissalomning qo'li ostida. Tuyalar ustida oziq-ovqatlari yuklangan holda kelar, u zotning oldlarida oltin, kumush to'lib toshar edi. Aytingchi, payg'ambar alayhisalomning yeb ichishlari qanday bo'lgandi? Podshohlar hayoti kabi edimi yoki ulardan ko'ra buyuk va azamatli edimi? Davlatmand boylarning ovqatlari kabi edimi yoki ularnikidan yaxshiroq edimi? Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taomi, uning ozligi va soddaligini ko'rganingizda hayratga tushmang. Anas radhiyallohu anhu bizga rivoyat qilib dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida kamdan kam holatlarda non va go'sht peshinlik yoki kechki ovqat paytida jamlangan. Imom Ahmad rivoyat. Payg'ambar alayhisalom juda ham qiyinchilik bilan qorinlarni to'ydirar edilar, yoxud faqat mehmonlar bilangina qorinlarni to'ydirar edilar. Unda ham mehmonlarning ko'ngli uchun majbur qorinlarni to'ydirgan edilar. Oysha radhiyallohu anha dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgunlariga qadar u zotning oila a'zolari ketma-ket 2 kun arpa noniga to'ymaganlar. Imom Muslim rivoyati. Boshqa bir rivoyatda esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oila a'zolari Madinaga kelgandan so'ng ketma-ket 3 kecha bug'doy noniga to'ymadilar, toki ul zot qabz ruh bo'ldilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yeydigan biron narsa topa olmay och uxlar edilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom va uning oilasi ketma-ket kechalarda kechki ovqat uchun biron narsa topa olmasdan och uxlar edilar. Ularning noni ko'proq arpa noni edi. Imom Tirmiziy rivoyati. Gap ozlik va tanqislikda emas, chunki boyliklar payg'ambar alayhisalomning qo'li ostida to'lib toshgan va huzuriga yuklar ortilgan tuyalar kelar edi. Lekin Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallam uchun mukammal va eng to'g'ri hayotni tanlagan edi. Uqba ibn Horis radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom biz bilan birga asr namozini o'qidilar, keyin shoshilib uylariga kirib ketdilar. Hech qancha vaqt o'tmadi hamki qaytib chiqdilar. Bo'lgan holat haqida men so'radim yoki boshqa odam so'radi. Payg'ambar alayhisalom: uyda sadaqadan bo'lgan oltinni qoldirgan edim. Uni kechasi bilan olib qolishni yoqtirmadim-da, taqsim qilib yubordim dedilar. Imom Muslim rivoyati. Hayratomuz saxovat va misli ko'rilmagan ihsonkorlik bu ummatning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamda mujassam edi. Anas radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga kirish evaziga har narsadan so'rasalar berardilar. Hatto bir kishi kelganda 2 tog' orasidagi qo'ylarni berdilar. U odam qavmi oldiga borib: "Ey qavmim, musulmon bo'linglar. Albatta Muhammad kambag'allikdan qo'rqmagan kishilarning ihsonini qilmoqda" dedi. Imom Muslim rivoyati. Mana shu ihson va saxovat sohibi bo'lgan payg'ambarining ahvoli haqida tafakkur qilib ko'ring. Anas radhiyallohu anhu boshqa bir hadisda aytadi: Payg'ambar alayhisalom vafot etgunlariga qadar na xon ustida ovqatlandilar, na yupqa non yedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Oysha radhiyallohu anhoning huzuriga payg'ambar alayhisalom kelar va ovqatingiz bormi der edilar. Oysha radhiyallohu anho yo'q deb aytsa, men bugun roza tutdim derdilar. Imom Muslim rivoyati. 1 yoki 2 oy o'tar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xonadoni faqat xurmo va suv bilangina kun kechirar edi. Imom Buxoriy hamda Muslim rivoyatlari. Taomlari va taom turlarining ozligiga qaramay, payg'ambar alayhisalomning oliy axloqi va islomiy odobi Allohning ne'matiga shukronalar keltirish, taomni tayyorlaganlarga minnatdorchilik bildirish, xato qilsalar ayblamaslikka undar edi. Chunki u xato qiluvchi tirishgan,
biroq xato qilganda, shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom taomni ayblamas, pishiruvchini malomat qilmas, bor narsani rad, yo'q narsani talab qilmas edilar. Ummat payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning g'ami qorni va ovqati emas edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi, payg'ambar alayhisalom hech qachon taomni ayblamaganlar. Agar xohlasalar yeganlar, xohlamasalar yemaganlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Sevgili do'stlarimiz uchun ko'zga ko'ringan olimlardan birining so'zlarini muxtasar qilib keltirmoqchimiz. Yeyish va kiyinishdagi eng yaxshi yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Payg'ambar alayhisalom imkoni bo'lgan narsani ishtaha qilsa yer, bor narsani qaytarmas, yo'q narsani talab qilmas edilar. Agar non va go'sht hozir bo'lsa yer edilar. Agar meva, non va go'sht hozir bo'lsa yer edilar. Agar xurmoning o'zi yoki nonning o'zi hozir bo'lsa yer edilar. Agar ikki xil taom hozir bo'lsa, men ikki xil taomni yemayman demas, lazzatli va shirali taomlardan bosh tortmas edilar. U zotning so'zlaridan lekin men ro'za ham tutaman, og'zim ochiq ham bo'ladi. Kechalari namoz uchun turaman ham, uxlayman ham. Xotinlarga men uylanaman ham, go'sht ham yeyman. Bas kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas. Alloh taolo halol narsalarni yeyish va Alloh taologa shukr etishga amr etdi. Shuning uchun ham halol narsalarni harom qilgan odam haddidan oshgan, Allohga shukr qilmagan odam esa Allohning haqqini zoyi qilgan tambal bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning yo'li eng to'g'ri yo'ldir. Undan burilish esa ikki tarafga olib boradir. Isrof qilgan va ma'siyatlardan ado etishdan yuz o'girgan, mayilliklarga berilgan insonlar. Ikkinchisi esa halol narsalarni harom qilgan, Alloh taolo buyurmagan rohiblikni o'ylab topgan insonlar. Holbuki islom dinida rohiblik yo'qdir. Olim davom etib shunday deydi: har bir halol yoqimlidir, har bir yoqimli haloldir. Alloh taolo bizga yoqimli narsalarni halol qilib, iflos narsalarni harom qildi. Uning yoqimliligi biz uchun foydali va lazzatli bo'lishidir. Alloh taolo bizga zararli bo'lgan har bir narsani harom qildi, foydali bo'lgan har bir narsaga ruxsat berdi. Keyin yana shunday deydi: odamlar yemoq, kiymoq, ochlik va to'qlikda turlicha bo'ladilar. Hattoki bir kishining holi ham turlicha bo'lishi mumkin. Biroq amallarning eng yaxshisi Alloh taologa itoatli va qilgan odamga foydali bo'lganidir. Boshqalarning sharafini himoya qilish. Majlislarning eng yaxshisi ilm va zikr o'tirishlaridir. Agar shu majlisda odam farzandining sarasi va ummat muallimi o'zining so'zlari, ta'limlari va o'gitlari bilan ishtirok etsalar nima deysiz? Payg'ambar alayhisalom majlislarining sof va siratining tozaligi sababli xato qilganlarni tuzatar, bilmaganlarga o'rgatar, g'ofil qolganlarni ogohlantirar va majlislarda faqatgina yaxshiliklarnigina qabul qilar edilar. Agar birovga quloq solsalar jim eshitar, biroq g'iybatni qabul qilmas, chaqimchilik va tuhmatlarga rozi bo'lmas edilar. Itbon ibn Malik radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom mening uyimda namoz o'qib bo'lganlaridan keyin uydagilardan biri Malik ibn Duxshun qayerda dedi. Bir kishi u Alloh va Rasulini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Payg'ambar alayhisalom unday dema, ko'rmaysam u la ilaha illalloh degan va u bu bilan Allohning yuzini xohlaydi. Dar haqiqat Allohning yuzini umid qilib la ilaha illalloh degan odamni jahannamga harom qildi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Payg'ambar alayhisalom yolg'ondan guvohlik berish va huquqlarni tortib olishdan ogohlantirar edilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta gunohlarning kattarog'ini aytib beraymi dedilar. Biz ha ey Rasululloh dedik. Allohga sherik qilish va ota-onaga oq bo'lish dedilar. Yon boshlagan edilar, o'tirib oldilar. Ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish dedilar. Bu so'zni takrorlayverdilar, hatto koshki sukut saqlasalar deb qoldik. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhoga muhabbatlari buyuk bo'lsa-da, Payg'ambar alayhisalom g'iybat qilishlarini inkor qildilar va g'iybatning katta xatarlarini bayon qildilar. Onamiz shunday deganlar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Sofiyaning bunday bo'lishi yetarlidir dedim. Ba'zi roviylar bu so'zlar bilan Sofiya radhiyallohu anhoning bo'yi pastligidan kinoya qildilar dedilar. Payg'ambar alayhisalom siz shunday bir so'zni aytdingizki, agar uni dengiz suviga aralashtirilsa, dengiz suvining barchasini buzar edi dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati.
Payg'ambar alayhisalom birodarlarining sharaflarini himoya qilgan odamga bashorat berib dedilar: birodarining sharafini g'iybatdan himoya qilgan odamni jahannam azobidan ozod qilish Alloh taoloning zimmasidagi haqdir. Imom Ahmad rivoyati. الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين.